kimsiz siz? Man quruq turibman. Shu qardorsiz. Siz shu qardorsiz, qardor. Bosh ko'rasizmi? Qochaman. Hozir ijro harakati qilyapti. Man yo'g'imda. Siz bizga keragingiz yo'q. Mana bu alkashni ko'ryapsiz, derazamiz tagida alkash yotibdi. Mana shunday biza u ana yerda naves tagida ko'rpacha tikdik. Shunday qilib bitta-bittadan tikib mana musorka edi yo'l mana shu yo'l. Musorka edi bu yer. Ana shular hech kim odam ham yurolmas edi, loy edi. Men keyin shag'al keltirib to'kkanman mana. Men shag'al keltirib to'kdim, rosa suv yig'ilib ketganida keyin men buni anamga qilib chiroyli mana bu ofis yo'q edi, men qurgan mana. Ofis yo'q edi, men qurib o'tirganimda. Mana. Yo'q, men necha marta aytganimda dokument qilib bermaganda. Mana faqat alkash yotgan bu yerda. U kecha ham yotganda telefonimda zapisi bor. Kecha ham alkash yotdi, yo'ldan sudrab ana bu yerga oldim men. Ko'ring, mana hokim qabul qilgandi. Hokim hali menga atvet yozgani yo'q. Lekin yurtboshimiz qaror chiqarmadimi? Kambag'allikni qisqartiring deb. 137-qaror chiqarmadimi? Kambag'allik hammasini bor sudligini bosib. Siz keting, men hokim bo'yiga Men yozdim. ketdim. Sizga ogohlantirishdan. Yo'q, mana sudning qarorini bering. O'sha sudning Men qarorini. sizga tashaman berganman sud qarorini. Mana uni ochib Borish kerak sudga. Men sizga qaror nomerini tashib berdim. qarang, men Borsangiz hokimlarga chiqaradi. yubordim. Siz kelgandan keyin qaroringizni ocha olmadim. Men faqat mana shu tikishni bilaman, bilasizmi? Men lokatsiyani ham bilmayman. Mana ana shulardan so'rang, men lokatsiyani Mana bu sudni qarorini bersangiz, men sudga yozaman. Qarang. Sudni apellyatsiya ko'rib chiqsinlar menga 2024-yildan keyin hurmatli muhtaram yurtboshimizning chiqargan qarorlari bor. Kambag'allikni qisqartirish, keyin noqonuniylarni 137-qarorlarni chiqarganlardan keyingi meni anaqa xonamni buzishni, seximni buzishni anaqa asosini beringlar, yo bo'lmasa men sudga boraman. Menga asos qog'oz beringlar, men xatni o'qib Nimaga oldi, nimaga qo'ydi bilmaysiz, chiqib ketdik. Nima desak ham deydi. yo'g'imda sizlar qaror. Siz kimsiz siz? Man assalomu alaykum. Man O'zbekiston Respublikasi fuqarosi turibman. Shu qardorsiz. Siz shu qardorsiz, qardor. Bosh ko'rasizmi? Qochaman. Hozir ijro harakati qilyapti. Man yo'g'imda. Siz bizga keragingiz yo'q, sud qarorida majburiy tartib buzdirilsin degan qardor Qanday bo'lmaydi uni Qarang, shaxsiy sud beramiz, qarorini ko'rsam bo'ladimi? Hozir beramiz, hozir kelyapti hozir. Nechinchi yildagi sud qarori? 2020-yildagi. Qarang, 2024-yilda muhtaram yurtboshimiz Miromonovich kambag'allikni qisqartirsin, kam ta'minlangan yolg'iz onalarga, hokimlarga, muhtaram hokimlarga topshiriq berganlar. Hozir ham ijtimoiy tarmoqlarda men yolg'iz onaman. Yolg'iz ona, hunarmandlar uyushmasi a'zosiman. 50 yoshimdaman, 76-yil tug'ilganman. Qaramog'imda yetim bolam bor. Studentim bor Moskvada. Mana bu joyni, mana bu yashil zonani ko'rdingizmi? O'sha yashil zonani 2017-yilda muhtaram Shavkat Miromonovich eshitdi. Shavkat Miromonovichni ijtimoiy tarmoqda ey xalqlar, fuqarolar, O'zbekiston odamlari, insonlar, mana men podshoman, men bilan buyuk davlat qurishga yelkama-yelka turadiganing bormi deb minbarda gapirganlarda men eshitdim-da, to'xtanglar, mana shu odam nima deyapti deb, bir musulxona edi. Menda videolari ham, rasmlari ham bor. Bu yerda odam ham yurardik emas edi. Men uni anaqa hokim dodaga ham, Abduvohab dodaga hammaga taqdim qilganman. Sud ham menga qaror chiqarib bermagan. Lekin hozirgi qaror 2022-yil bo'lsa, lekin yurtboshimizning 24-yilda chiqqan qarorlari, undan keyin 137-qarorda noqonuniylarni qonuniylashtirib bering deganlar muhtaram yurtboshimiz. Muhtaram yurtboshimizni xalq uchun chiqargan mening islohotlarimni xalqqa yomon ko'rsatma, meni qarorlarimni, meni xalqqa, mening siyosatimni xalqqa yomon ko'rsatma deb muhtaram hokim bo'valarga, sudyalarga, ana Saida Mirzayeva muhtarama aytyaptilarki, ertaga uchrashamiz. Sudyalar sizlar xalq sizlardan oliylikni, shaffoflikni talab qiladi. To'g'ri ishlalaring deyapti. Men uni ijtimoiy tarmoqda kuzataman. Hozir muhtaram yurtboshimizni chiqargan qonunlarga asosan sizlar bitta yolg'iz ona 2013-yildan beri tadbirkorman va 2019-yildan beri hunarmand a'zosiman. Onamdan va buvimdan qolgan ko'rpacha tikaman. Qo'l qavig'ida ishlayman. Qur'on kitob bilan 5 vaqt namoz o'qiydigan namozxonlar.
Buların Kur'an kitabını mana yoqdi bular. Mana qaranglar. Ey Xudoyim, mana o'zimizning odamlar mana shunday Qur'onni yoqdi ya. Mana MIP xodimlari Qur'onni yoqdi. Qur'onning usti kuygan teklardi mana hammasi turibdi. Qaranglar. Mana Qur'onni yoqdi bular. Mana MIP xodimlari, Zangiota tumanining MIP xodimlari, Zangiota tumanining militsiyalari, Zangiota tumanidan kelgan qo'riqlash xodimlari mana Qur'onni yoqdilar. Aholi ko'rib qo'yinglar. Mana shunchalik insofsizlar, gap yo'q bunga. Bunga prezidentda yozamiz. Prezident eshitsin buni. Bunday bo'lish mumkin emas. Odamlar bu darajada qiynash kerak emas. Mana shu joyda men bu xonadonda yashayman. Men bu xonadonda yashayman. Ko'chada baqir-chaqir bo'g'otdi. Odamlar hammasi materiallarni bu yoqqa tashib, ichkari tomoniga tashib tashyotdi. Keyin Nargizani bolalarni chiqarib yubordi o'sha odam. Hayda qilib. Men Nargizani bagajini bo'shatishyapti deb o'yladim. Yashil kiyimli odam shu orqa tomonga o'tdi. Nimagadir o'tdi o'yladim. U narkotik qidiryaptimi? Nima qilyapti dedim. Yerdan ikkita narsani oldi. Qo'ynag'ay dovutlarni pastga qilib narkotik deb o'ylab pastava qilyaptimi deb o'yladim. Oysa dedim, shunaqa bo'lyapti desam, uyga qaytib kirib shunda derazadan uyga shunday o'tdim-da, kirmoqchi bo'lib kirdim. Nima shu uy? Mana shu. Kirdim. Shunda kirdim. 2 minutdan keyin voydot pojar bo'lyapti deb qo'shnim yugurib chiqdi. Yon qo'shnim u ham derazadan qarab turgan ekan. Men pamoy shu pojarni men o'yladim, Nargiza Nodira yoqdi deb o'yladim. Oldinda. O'yladim, jahl ustida. Yo'q, uni formali bola bor. Yoshroq bola, maska taqoya. Xuddi o'sha qildi. 100%. Bu 200% qildi o'sha bola. Men aytaman. Siz xolisiz mana. Men bilaman uni. O'sha nimagaki o'sha qaraganda ikkita narsani oldi. Tashavordi. Ha. Bir yo'qdi demayman-u. O'shada qarach. O'sha hozir Nodirani aybdor qilgan ekan, Nodir emas. O'shalar yo'qdi. Ko'rdingiz. Nima deganda ko'p narsani bu yoqqa xodimlar, o'sha yerda xodimlar deyiladi-da. Xodimlar kelgan xodimlar narsa tashtirdi, machga uyishdi. O'tda Nodir ham yo'q edi u paytda. Boshqa ham o'sha xodimlarning o'zi edi. Aysa dovutlar ruxsat beribdi magazni buzishga. Deb endi yerga zalga kirib ayolim yoniga endi o'tirishim bilan yon qo'shdim chiqib baqirib qoldi. Yon derazadan qarab turgan ekan. Pojar bo'ldi deb. Mana o'sha yoqdi kerak. Men 100% bilaman. Men o'zimni ham shu yerda syomka qilib turdim. Ko'rmasin degan anaqada men o'zimni ham o'sha yashil formali buyruq berib, videosi ham bor. Bo'ldi, yuring. Nima bor? Qo'riqlash xizmat xodimlariga, uchastkoviga buyruq berib, borib ro'diga olib borib qamab qo'ydi ekanga. Mana ham olib bordi, o'sha voqea bo'layotgan joyda hech narsa qilmasam ham olib borib qamab qo'ydi-da. Keyin kechasi video syomkalarni o'chirdim. Mana buyruq bergan, telefonimni ham bermasdan, oxirida hamma joy yonib kul bo'lgandan keyin chiqarib yubordi. Betabab. Bu uyushtirib. Yaxshi dedim, nima edi buni otini? Mehr-oqibat deydimi? Yurtboshimiz endi o'zi odil qaror chiqadi. Bu ham bechora yetim bolani boqib katta qilib o'tirgan xotin. O'zidan o'zi shuncha qilib o'tiribdi, shunga rahmat deyish kerak-ku. O'zinglar yordam beringlar endi bu olam. Muhtaram yurtboshimiz. Men shu yerda 53 yildan beri yashayman. Shu ayolni 20 yildan beri taniyman. Bitta aldaxona bo'lib yotar edi, hammayoq dag'dalaydi. Bitta ko'rpa tikib, mashdagilarni mushkulini oson qilib o'tirgan edi. To'yiga ham, azaga ham hammasiga musulmon odamga ko'rpa kerak, yostiq kerak. Endi mana yoqib hammayoni dabdala qilib ketishdi. Kim qilgan
panoh bergan. Ularni tanobini tortib ishlagan, mehnat qilgan mehnatkashlarni shuni rivojini bergan. O'zing yordam berma shu bechoralarga. Mana qancha narsasi yonib ketgan. Do'koni bormi? Qarashvorlar endi bu bolaga. Bu ayolga. Bu karamas otim.